Güzel qızlar, aldın qitim mən sizlərə uyğunçilik kiyim-kecəklərini çıxırıb bəsəm bək yaxşı doğandanlar, şunda yaxşı qollab setib olub bədanlar. Bugün mənim sizlərə kəyginim bolsa, uxlagan vaxtı bolsun, yoki uyning ichida bolsun, rahat holatda bolalarımızga kiydirib qo'ydigan kiyim-kecəklər. Özüm shunchalik umaq holati chiqadi qizlar. Biraqdan bek salqin bek so'rin holati chiqadi o'jimi. Bolalarimiz uxlagan vaqtda, bo'shiklarga bo'lgan vaqtda, karvatlarga yotqizgan vaqtda kiydirib qo'ysak bo'ldi. Bolalarimizning badanini qat'iy bearam qilmaydi. Ma'uning rangi sal tinsiq mayliroq rangda chiqadi o'jimi qizlar. Ma'u qizlarimizninki andin o'g'illari bilan marangdan osonlam bo'ldi. Marangmi lekin o'g'il qiz o'rta holatda mos keldi. 73-numurdan boshlandi o'jimi qizlar numeri. Hisob 3 oylik bo'lgan bolalarimizdan tatib, 1,5 yoshgacha bolalarimizga keladigan nomerlardan bor qizlar. Endi marangmi bek chiroyli holati chiqadi, suzuk chiqadi o'jimi. O'g'il qizlarimizga o'rta holati kiydira olamiz. Sirtlarga chiqqan vaqt kiydirib olsaqmi bo'ldi o'jimi qizlar, shunchalik salqin, shunchalik so'rin holati chiqadi. Qizlar manus qilinchi yon tarafning nusxasi bek chiroyli holati chiqadi. O'zim shunchalik yengil bek rohat holatda. Eng muhimi bolalarimizning zakisini almashtirishim bek qulaylik. Mayli uyning zakisini ishlataylik yoki bazarning zaklarini ishlataylik, zakisini almashtirish intayin qulaylik holati chiqadi. Oldimi butun tugmalik holat bo'yicha chiqadi qizlar. Bolalarimizning badani chaqmaydi o'jimi. Yon tarafda mishna torlar holati chiqadi. Buni har xil ranglardan mallarni keldirdim. O'zinglarning yoqtirganlaringlarni cho'qim rasm tatib inkas rayoni qoldirib qo'yish unutqanmanlarmi qizlar. Manus qilingan numeri 73-numurdan tatib qizlar 100-numurgacha bor. 3 oylik bolalarimizdan tatib 2 yoshgacha bolalarimizgacha keladigan nomerlardan bor. Shunchalik so'rin holati chiqadi. Va cho'nglarning bo'lib qolsa biz o'zimiz olib kiyib olsaqmi bo'g'idaklam kiyim qizlar. Bolalarimizning mayda tarafimiz holati turdi. Ma yon taraflarining tasmasichi bolalarimizning badaniga qat'iy izin chiqarib etmaydi. Bek rohat, bek so'rin holati chiqadi qizlar. Peslarga o'ynatgan o'tishgan vaqtlarimizda kiydirsakmi bo'ldi. Chiqilib 2-3 daldan ap qo'ysanglar, jub kiydirsanglar bo'ldi. Yana bir eng yaxshi yerchi qizlar bolalarimiz odatda bir narsani yegan vaqtda mayda tarafiga bek iqit o'tadi emasmi? Ma kiyimni juvsanglarmi qizlar? Qat'iy dog' turib qolmaydi. Qattiq so'pim bilan ulab juvasanglar bo'ldi. Bolalarimizning kiyim-kechaklarini pakiz holatda turdi o'jimi qizlar. Hammamiz asosan oq tavarang qiz-o'g'illarimiz o'rta holatda tanlay olasizlar. O'zi rohat holatda chiqadigan lenti kiyimlar bo'lsa bo'ldi degan qizlar, manus qo'lni ko'rib yiqinglar. Numeri 66-numurdan tatib 80-numurgacha chiqadi o'jimi. Kiyimi shunchalik tuz holat bo'yicha so'rin, salqin holatda chiqadi. Hammasininki qizlar men yon tarafdagi jipi bor, jip orqali ham chigib qo'ya olasizlar. Men yoqsi tarafni sangilolmaydi, bir tal pistinim bojmi. Bolalarimizningki o'g'il qizga qarta ranglardan tanlasanglar bo'ldi. Manusqimi o'g'il qizlarimizga o'rta holatda keldi. Mas keldigan ranglarmi qizlar. Mana bu o'xshasam 66-numurdan tatib 80-numurgacha chiqadi. O'tman mana o'g'illarimizningki maram shunchalik chiroyli holat chiqadi. Bunim shu yerning o'rnida oqshom kiydirib uxlasanglar bo'ldi qizlar. Mana ikki tal nusxaningki qizlar 59-numurdan tatib chiqadi ekan. 59-numurdan tatib 73-numurgacha chiqadi ekan. Mana ikki xil nusxa kichikroq holat chiqadi ekan. Manusqa qizlar 66-numurdan tatib 80-numurgacha chiqadi. O'g'il qizlarimiz o'rta holatda bo'ldi o'jimi qizlar. Men o'xshasam 66-numurdan 80-numurgacha chiqadi. O'g'il qizlarimiz o'rta holatda kiydira olamiz. Yangi tug'ilgan bolalarimizdan tatib o'pasak bo'ldi o'jimi qizlar. Odatda men uychilik kiyimsa kengrak, rohatrak holatda tutsa yaxshi emasmi? Shunlashqa yangi tug'ilgan bolalarimizdan tatib 1 yoshgacha bolalarimizga mos keldi. Men umaq malikalarimizningki lenti holati chiqadigini, raqtadan chiqib qat'iy ansirmanlar qizlar shunchalik rohat holati chiqadi. Meni shadan qilgan qizlar oldin qitimlik ishtamaykilarni oldinglar emasmi? Osh qizlar mana deb ketdi, ajib rohat holati chiqadi ekan. Nimishqa boldiroq bilmagandoq deb. Meni chigidigan jipimi qizlar ikki xil holat bo'yicha chiqadi o'jimi. Mana uzun qisqaligini o'zinglar tanishib turib qila olasizlar qizlar. Men ichki tarafdan chigidigan yerlar bor. Bolalarimning do'lisi ichilib qolarmi, tushib qolarmi deb qat'iy ansirmasanglar bo'ldi. Shunchalik rohat chiqadi qizlar. So'rin holatda bir yozni o'tkaza olamiz. Qizlar manus qilmish shu kichik nomerli holat bo'yicha chiqdi. 59-numurdan 80-numurgacha chiqdi. Shunchalik so'rin holat chiqdi. Manusqa 59-66 shiklam nomer chiqdi. Mana yon tarafi mana o'sha chaplaqli holat bo'yicha chiqdi. Keyin to'rliq, lekin men to'rni bolaning badaniga bearam qilmaydigan intayin yumshoq holatda shumralaydigan holat bo'yicha chiqdi. Mana rangi bir xil holat bo'yicha chiqdi. Malyan terimizmi qizlar uychilik kiydirishga intayin mos keldi. Yangi uzun bo'lganlik uchun ham qilin o'xshaydi deb qolmanglar, yozliq moljimi qizlar. 66-numurdan 90-numurgacha chiqdi. Manusqim shunchalik so'rin holat chiqdi. Asos jihatdan malyan telarning ko'pinchisi uzun yanjimi qizlar.
qizlar. Mana nusxa 2 xil rang bo'yicha chiqadi. 59-numurdan tartib, mana 2 xil rang 90-numurgacha chiqadi. Bu men tayin so'rinalati chiqadi. Keyinmi mish modiyarroq bo'yicha chiqadi. Paxtalardan tartib ko'ra baxtanlar bo'ldi. Qizlar Shinjongning 100% paxtasining kejimi. Bolalarımızning badaniga bevos tegadigan kiyimlar emasmi? Shunlashqa men eng yaxshisidan sunaman qizlar. Atrofingizdan bo'qiba Birashki yoshli bolalar bor qizlarga cho'qim avatib qo'yish unutib qolmanglar. Mishning o'xshash so'rin alati chiqadigan, mish yozning rohati, bolalarimizningki uyda xatirjam o'ynaydigan, uxlaydigan kiyim-kechaklari qizlar. Ehtiyoj bo'lib qolsa ayrimxon zakaz tushirib, qilasiz bo'ldi do'stlaringlarimiz. Agar sizlarning ehtiyojinglar bo'lib qolsa qizlar, yoqto'g'anlaringlarni rasmini tartiblab inkas rayini qoldirib o'tgandan keyin cho'qim ayrimxonda meni izlash unutib qolmanglarmi qizlar. Ayrimxon zakaz tushirsizlar. Mana umaq malikalarimizni shunchalik yumshoq alati chiqadi. Men kiyimlarning hammasini hozir men mush bo'loqdan chuvib turib, sizlarga zoping tartib beraman deb chiqaryapman qizlar. Dazmil yo'q alat bo'yicha. Ham buningki yuyib bilan kaydirib olsanglar bo'ldi qizlar bolalarimizga. Dazmil silishning ma'nosi yo'qmi? O'zim mishna salqin silinib turdi emasmi? Shunchalik yumshoq alat chiqadi. Meningki 2 xil rang bo'yicha chiqadi qizlar. Bayam oldida bir chiqirib bo'ldim. Mana o'xshash eqishroq rangda, mavus rang mayliroq rangda chiqadi malikalarimizningki. Men malikalarimizni gullik alati chiqadigan nusxasi qizlar, bu behchiroylik chiqadi. Ma'mu Fınsaranlik chiqadi sizlar eng yoqtiradigan mana oldida umaq gullarim bor alat bo'yicha chiqadi. Nomerlari 73-numurdan tartib 90-numurgacha chiqadi juma qizlar. Mana shunchalik so'rin, shunchalik yumshoq alat chiqadi. Mana malikalarimizni mishni o'sha to'xon rangda chiqadi. Mana ostidagi ahram bo'yicha chiqadi juma qizlar. Mana qizlar mana 73-numurdan tartib 90-numurgacha chiqadi. O'g'il qizlarimizga o'rtaq kiydirsak bo'ldi juma qizlar. Ma'qulamdagi eng oxirgi nusxa bu o'g'il qizlarimizga o'rtaq alat kiydira olamiz. 73-numurdan tartib 90-numurgacha chiqadi. O'zimiz shunchalik salqin, shunchalik rohat alat chiqadi. Bugun bu chiqqan kiyimlarimni ichida qaysi eng yoqtirganlar qizlar? Cho'qim inkas rayini qoldirib o'tgandan keyin bir talaqsiz yurganlarni berib men ayrimxonni izlashni unutmanglar. Ayrimxon zakaz qilsanglar bo'ldi. Xayr xo'sh.